أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugungi mavzuyimiz, ya'ni bugun gaplashadigan gaplarimiz oila qurishdan maqsad, ya'ni uylanishdan maqsad nima deyiladigan mavzuni o'rganib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oila qurishdan maqsad. Oila qurishdan eng avvalo 3 ta asosiy maqsad ko'zlanadi. Birinchisi zurriyot qoldirish, ikkinchisi xizmat qilish, uchinchisi rohatlanish. Ushbu 3 asosiy maqsadni birma-bir o'rganib chiqaylik. Birinchisi zurriyot qoldirish. Borliqdagi barcha narsa o'zidan asar qoldirishni istaydi. Bu to'g'ri maqsaddir. Aql ato qilingan yagona mavjudot insonda ham bunday xohish bo'lishi tabiiy. Ya'ni oyatga yuzlanadigan bo'lsak, Bismillahirrohmanirrohim. Mol, mulk va farzandlar dunyoning ziynatidir. Kahf surasi 46-oyatda Alloh taolo shunday degan. Shuning uchun mo'min musulmonlar Alloh taolodan boshqa ne'matlar qatori farzand ne'matini ham so'rab, bu farzandlarning solih bo'lishini so'rashi lozim. Ya'ni keyingi oyatga yuzlanadigan bo'lsak, Bismillahirrohmanirrohim. Ular Robbimiz o'zing bizga jufti halollarimizdan va zurriyotlarimizdan ko'zimiz quvonadigan narsa hadya et, hamda bizlarni taqvodorlarga yo'l boshchi et deganlaridir. Furqon surasi 74-oyatda. Farzand ne'matining qanchalik ulug'ligi insonga hayotda ham vafotidan keyin ham manfaat yetkaza olishini bilgani uchun payg'ambar alayhissalomlar hatto yoshlari keksayib qolganida ham Allohdan farzand ne'matini so'rashdan to'xtamaganlar. Maryam surasida Zakariya alayhissalom yoshlari ulug' bo'lgan paytlarda shunday duolari keltirilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Menga o'z dargohingdan bir ishimni qo'limdan oladigan vali hadya et. Maryam surasi 5-oyat. Farzand nafaqat bu dunyoda, balki oxiratda ham foyda keltiradigan ne'matdir. Endi hadisga yuzlanadigan bo'lsak, Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhissalom shunday deganlar: inson farzandi vafot etgach 3 tadan boshqa amallari to'xtaydi. Uchinchisi haqqiga duo qiladigan solih farzand. Sahih Muslimda kelgan. Ya'ni va valadun solihun yad'u lahu. Ya'ni o'zidan qoldirgan farzandini solih qilib tarbiya qilib ketishlik kerak. Ya'ni haqqiga duo qiladigan qilib tarbiya qilib ketishlik kerak. Shu bilan birga farzandiga shariat ahkomlari asosida go'zal tarbiya berib, hofizi Qur'on qilib yetishtirgan insonlarga ham qiyomatda Alloh taoloning buyuk mukofotlarini nasib etadi. Keyingi hadis Sahal ibn Muoz otalaridan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: kim Qur'onni o'qisa va undagi narsaga amal qilsa, qiyomat kunida ota-onasiga nuri quyosh nuridan yorqinroq bo'lgan toj kiydiriladi. Sunan Abu Dovudda kelgan bu hadis. Agar farzand qiz bo'ladigan bo'lsa, uning barakati yanada ulug' bo'ladi va hatto ota-onasining jannatga kirishiga sabab bo'ladi. Ya'ni ko'pchiliklar o'g'il farzandini yaxshi ko'rib, qiz farzandini ya'ni unchalik yaxshi ko'rmaydi. Ba'zi bir insonlar borki, ayollari qiz tug'sa juda g'amgin, juda xafa bo'lib ketadilar. Aslida bunday qilishlik
mutlaqo noto'g'ri narsa. Ya'ni agar farzand qiz bo'ladigan bo'lsa, uning barakati yanada ulug' bo'ladi va hatto ota-onasining jannatga kirishiga sabab bo'ladi, deyapti qiz farzand. Endi hadisga yo'naladigan bo'lsak, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhissalom kim qiz farzand ko'rsa, uni halok qilmasa, uni xorlamasa, o'g'lini undan ustun qo'ymasa, mana shu sabab Alloh uni jannatga kiritadi dedilar. Imom Ahmad rivoyat. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, farzand ne'mati qanday ulug' ne'mat ekani har bir aqli raso insonga ma'lumdir. Faqat o'zini o'ylaydigan, farzandni ortiqcha tashvish va xarajat sifatida ko'radigan ba'zilarni esa o'z hayollari va hayotlari bilan yolg'iz qoldiramiz. Bundaylar yoshi o'tib farzand ko'ra olmaydigan bo'lib qolganida ko'p afsus qilganlari tajribalaridan ma'lumdir. Farzand tarbiya qilishda ota-onaning o'rni nihoyatda muhimdir. Sahobiya ayollardan Havla binti Salaba radhiyallohu anha erlari u kishi bilan ajrashmoqchi bo'lganlarida Rasululloh alayhissalomga shikoyat qilib ajoyib gap aytganlar. Ey Allohning rasuli, unday farzandlarim, ya'ni undan farzandlarim bor. Ya'ni bu hadis, ya'ni Salaba radhiyallohu anha onamizdan rivoyat qilinyapti. Payg'ambar alayhissalomga qarata shunday deyapti: Ey Allohning rasuli, undan farzandlarim bor. Agar ularni o'zim bilan olib qolsam, och qolishadi. Unga berib yuborsam, zoyi bo'lashadi. Qastaloni sharhi Sahih Buxoriyda shunday kelgan. Yolg'iz ona farzandlarni o'zi bilan olib qolsa, moddiy jihatdan ta'minlashda qiynalishi mumkinligini aytmoqda. Farzandlar ota bilan ketadigan bo'lsa, ona tarbiyasidan, parvarishdan ayro bo'lib, zoyi bo'lishlari mumkinligini ham ta'kidlamoqda. Sahobiya ayolning ushbu shikoyatiga Alloh taoloning o'zi javob bergan bo'lib, bu javob Mujodala surasida Qur'oni Karimning go'zal oyati sifatida nozil bo'lgan. Ya'ni oyatga yo'naladigan bo'lsak, Alloh eri haqida sen bilan tortishayotgan, Allohga shikoyat qilayotgan ayolning so'zini eshitdi. Ha, Alloh ikkovingizning suhbatingizni eshitmoqda. Alloh eshituvchidir, ko'ruvchidir. Mujodala surasi 1-oyat. Ushbu suraning davomida Alloh taolo Havla binti Salaba radhiyallohu anhuga oilani qanday saqlab qolish yo'lini o'rgatadi. Bu haqda batafsil ma'lumot olish uchun Mujodala suraning tafsirini o'qishni tavsiya qilamiz. Yuqoridagi oyat va hadislardan islom farzand ne'matiga, ota-ona uni birgalikda tarbiyalashiga naqadar muhim ahamiyat qaratishini ko'rish mumkin. Bugungi ya'ni video roligimiz, ya'ni birinchisi nima ekan? Zurriyat qoldirish edi. Uylanishdan maqsad shu birinchisini sizlarning zurriyat qoldirishni o'rgandik. Endi ikkinchisi xizmat qilish va rohatlanish, uchinchisi keyingi video roliklarda chiqarishga inshaalloh harakat qilamiz. Keyingi video roliklarda bizni kutishlikni va oxirigacha videolarimizni ko'rib va do'stlaringizga, yaqinlaringizga ham ulashishni va bizning haqqimizga ham duo qilib qo'yishligingizni so'ragan bo'lar edik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.